Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 7-oyning 27-kuni seshanba. Muborak Qurbon hayitimizning 7-kuni. Men bayram mezgilida, hayit mezgilida video chiqarmaganligim uchun mush fursatdan foydalanib hammamizningki Qurbon hayitimizni bir tabrikli qilay. Qurbon hayitimizga muborak bo'lsin. Chunki yaxshi yerga kelmagandan kelgan yaxshi gapni kechikib bo'lsa-mu demagandan degan yaxshi. Bayram muborak. Endi men gapimni oldi bilan navbatdagi dunyoning siyosiy vaziyatida intayin muhim bo'lgan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar haqida ozroq bir xabarlarni yetkazish bilan ondan mening kanalimda so'z qoldirgan savol qarindoshlarning savoliga javob berib o'tay. 7-oyning 26-kuni Amerika Davlat İşleri katibining yordamchisi, ya'ni muvaqqat Davlat İşleri katibi Wendy Sherman xonim Xitoyning Tianjin shahrida, ya'ni port shahri deb qo'yamiz, Tianjin shahrida Xitoyning tashqi ishlar ministrligininki 7 ministerining qatorida 5-o'rinda turadigan muavin ministri Shefin bilan ko'rishdi va undan keyin tashqi ishlar ministerininki birinchi qo'l ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Ularning o'rtasidagi suhbatlarninki dunyoga oshkorlanishdan qaragan vaqtda bu ikki davlatning munosabatining tomirining so'qishi nimani deydi deganda ikki davlatning munosabatiningki intayin so'g'uqlish qarab manganligidan derak beryapti. Ko'pchilikning xabarida bor. Bu yil 3-oyning o'ttirlarida Amerikaningki Davlat İşleri katibi Anthony Blinken bilan davlat amanlığı, yani davlat amanlığı mas'ul maslahatchisi Jake Sullivan ikkisi Xitoyningki siyosiy byuroning a'zosi, tashqi ishlarga mas'ul siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechi va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Alaskada ko'rishgan. Alaskada ko'rishgan vaqtdagi ikki taraf o'rtasida bo'pmi Xitoy amaldorlarining Amerika amaldorlariga sholini chachirib gap qilishlari butun dunyoga ochiq-oshkor bo'lgan. Ya'ni asli suhbatlashganda kishilar bir o'xshamagan qarashlarimizni odamlar o'rtasida o'zaro suhbatlashganda yoki bir munozaraga tushgan vaqtda ishlarni bir ilmiy yo'sinda, samimiy yo'sinda o'tirib qo'yishib hal qilinmagan qarashlarni, hal qilinmagan masalalarni yoki to'g'ri topmagan qarashlarni deyishdigan gap. Odamlar o'rtasida munosabat shunday bo'lgan ekan, davlatlar o'rtasida asli shunday bo'lishi kerak. Lekin shu qitimlik suhbatda bu diplomatik yo'sinda elib berilmadi. U ish butun dunyo bilib ketdi. Endi oradan 4 oydak vaqt o'tgandan keyin Amerika hukumati o'zining 2-nomerlik davlat ishlari katibini Anthony Blinken'ning keyindagi amaldarini Xitoyga avatdi. Tianjinda bular ko'rishgan vaqtda asli maqsad nima desa, ya'ni bir qatam tafsiliy, ochiq yo'sinda so'zlashib, bir-birlariningki o'tirida mavjud bo'layotgan, ya'ni munosabatlarga daxl yetkazayotgan omillarni o'tirib qo'yish orqali hal qilishning chorasini, ya'ni ikki davlat o'rtasidagi munosabatninki ig'ib ketib to'qinishga, cho'ng harbiy to'qinishga aylanib ketmaslikning oldini olish, ikki davlat o'rtasidagi tushunchni cho'nqurlashtirish, ya'ni ham raqobat, ham hamkorlik asosidagi bir yo'lni tepib chiqishni maqsad qilib uchrashgan. Lekin xabarlarning oshkorlashidan qaragan vaqtda bularning o'rtasidagi munosabat Alaskadagi munosabatning, ya'ni so'q munosabatning davomlashishidan boshqa narsa bo'lib chiqmagan. Xitoy taraf Amerikaga nurg'un talablarni sungan gap. Masalan, bizninki amaldorimizga sizlar har xil bana sabablar bilan bizning amaldorlarimizga jazo yurgizinglar, shularni ilvatinglar, o'quvchilarimizga viz beringlar, boshliqlarimizning balchaqlarining Amerikaga berishiga yo'l qo'yinglar degandek ishlar birinchi talabda shular qo'yilgan. Undan keyin yana bizning davlat butunligimizga munosabatlik masalalarda ichki ishimizga aralashmanglar,
Kanadadagi Mongvanjoni qaytirib beringlar, to'sib olmanglar degandek bir qator mushundaq talablarni o'tirib qo'ygandan sirt, yana Amerika bosh bo'lib 2 dunyo urushdan keyin yaratgan dunyoninki navbatdagi dunyoninki tartibini, ya'ni qoida tuzum asosidagi dunyo tartibini buzdi deb ayblagan. Amerika tarafdanki, ya'ni Amerika tarafından amaldori Wendy Sherman xonim nimani o'tirib qo'ygan gap desam, biz emas bu xalqaro qonunni, ya'ni xalqaro hozir navbatdagi mavjud tartibni buzayotgan biz emas, sizlar. Ya'ni sizlar Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilikni boshladinglar, davomlashtiryapsizlar. Tibetda inson haqlarini dafsanda qilyapsizlar. Hong Kongda demokratik kuchlarni bosdinglar. Janubiy dengizda kengayimchilik qildinglar. Va to'g'ri hujumni epadinglar. Shuning bilan birlikda yana munosabatlarimizda sizlar bir qitimmi keyni yanmadinglar. O'zinglarnikini ras qilib, butun sabab gunoh yoki sabab sizlarni tusmi, ammo bularni bo'yniga olmadinglar degandek. Ya'ni ularning COVID-19, ya'ni 2019-yili dekabrda Wuhanda bayqalgan COVID-19ning asli kelib chiqish sababi to'g'risida sizlar ochiq bo'lmadinglar degandek shunday bir talablarni o'tirib qo'yib, ularning ochiq bo'lishini, Uyg'urlarga bo'lgan zulmni to'xtatishini, kishilik huquqni hurmat qilishini va shu masalani deyish orqali bizning munosabatimiz bundaq 3 yo'nalishlik. Bir tarafdan hamkorlik munosabati deydi. Ya'ni muhitning, klimatning o'zgarishida biz hamma cho'ng davlatlar biz iqtisodda birinchi, sizlar ikkinchi mas'uliyatchan bo'lmasak bo'lmaydi deb. Mana klimatning o'zgarishining ta'sirini Xitoy o'zimi, ziynni o'zimi tatdi. Mana Xananda nurg'un Jingzhouda suv ofati yuz berdi, nurg'un odam o'ldi. Yevropadan bo'ldi bu ishlar. Demak, klimatning o'zgarishi kishilarningki adadidan ziyod qarg'lachi iqtisodiy taraqqiyotni qo'g'lashib, muhitni buzish darajasida ta'sirida paydo bo'layotgan bu klimatning o'zgarishi bu rost, bu amaliy bo'layotgan ishlar. Endi mushu masalada biz o'zaro hamkorlashaylik degan talabni o'tirib qo'ydi. Undan sirt yana biz raqobatchi, nimadir raqobatchi iqtisodiy jihatda, Amerikaningki harbiy jihatda, texnik jihatda, iqtisodiy va siyosiy jihatda hargizmi dunyoda birinchi o'rinni Xitoyga tatqizib qo'yilsa yo'q. Ammo kim yomon bo'lsa shu oladigan gap, shu ustadigan gap, bu xuddi baygiga tushgan ikki otning ichida qaysisi tiz chapsa shu pallaga burun bo'lgan chempion bo'lgandagidek. Ammo Xitoy chu desa, sizlar bizni har xil yo'sinlarni bosdinglar, bizning taraqqiyotimizga har xil batnomlarni chaplash orqali kishilik huquqini dafsanda qildi deb, bizni irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi deb aybladinglar. Bizningki o'quvchilarimizning davlatlarda o'qishini chekladinglar degandek bir toza shu girga to'xtamaydigan pahal gaplarni jahillik bilan deb turib oldi bu Xitoylar. Mana shu xil munosabatlarni ilib etgan vaqtda shu kunki yig'inda, tungi yig'inda bir ikki taraf bir mamnun bo'lg'udak yoki ikki tarafning o'tirishga jiddiy vaziyatni pasaytgudak bir klimat muhit yaratilmagan gap. Bu nimani tushuntirdi desa, ikki davlat o'tirishidagi munosabat oldimizdagi vaqtlarda yana yomonlashmadi. Uning ustiga 2019-yil 12-oyda bayqalgan vabaning kelib chiqish to'g'risida hozir Amerika hukumati va hatto Tadros, ya'ni Dunyo sog'liqni tashkilotining boshlig'i Tadrosmi ayni vaqtda Xitoyni qo'llab qilgan, uning maydoni o'zgardi. Bular Xitoyga nisbatan besim qiladi, ya'ni shu virusning kelib chiqishining sababi to'g'risida bizningki dunyo olimlarining tadqiqotchilarining tekshirishi yo'l qo'yishinglar kerak deb. Bu taxi mushu masala Xitoyga nisbatan aytgan vaqtda cho'ng bosh og'rig'ini keltirib chiqardi. Ya'ni mendaq aytgan vaqtda necha million, 4-5 million odam tugab bo'ldi mush ish bilan. Dunyoning iqtisodiy, kishilar insoniyatning butun ijtimoiy hayoti bir so'g'uqchilik tushib ketdi mushu vabaning ta'siridan. Bu yerda u tabiiy yo'sinda bo'lgan bo'lsa-ku kishilar tushunsa bo'ladi. Ammo bu yerdagi narsa bu biokimiyalik qurol bo'lishi mumkin deydigan bir gumon kuchib qo'yadi bir. Ikkinchisi
bu ahvolninki yomonligini bilib turib Xitoy o'zining ichida chegarani qamal qilib odamlarni u yoq bu yoq bag'izmagan bilan ama maqsadlik yo'sinda odamlarni sirtqa chiqaryapti, chet elliklarni yoki tashqi dunyoga mushu kasalni eksport qilyapti deb mahil g'azabim bor. Mana mushu xil g'azablar ulg'uyib Amerikani boshqa davlatlarning keyniga Yevropa yo boshqa davlatlar qo'shildigan bo'lsa, yana Xitoydan pul undirishning yoki to'lam to'ltishningki shunday bir shaps chiqadigan bo'lsa, hozir Xitoy bilan bir maydon turayotgan nurg'un davlatlarma Xitoydan pul undirishning qo'yishidir. Dunyo shunday ekan. Bu to'g'risida men o'shinchilikli so'zlay, balkim ko'pchilik bu xabarlarni ko'rdinglar, har holda bir deb qo'yay dedim. Hammadan diqqat qiladigan yeri Amerikaningki 2-nomerlik davlat ishlari katibi 2-o'rinda turadigan bu ayolmi kishilik huquq masalasini Xitoyning amaldorlariga bag'amoqda Uyg'urlarning masalasini, sizlar Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiliklarni, hozir davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiliklarni, insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'xtatinglar debdi. Demak, bu jihatda bu nimani tushuntirdi desa, Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida yana ideologiya jihatda qarshilashish bor. Amerika hozir Bayden prezidentligiga demokratik kuchlar idora qilyapti. Amerika parlamentimi shu. Bular kishilik huquqqa hurmat qilish, universal qimmat qarashga hurmat qilish deydigan o'zining qimmat qarashlari va Xitoyning bunga o'xshamaydi. Shunga bu yerdagi Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabat ideologiya jihatda bir-biriga qarshi turish, klimat muhit masalasida o'zaro raqobatlashish va o'zaro hamkorlashish, balkim iqtisodiy munosabatlarda ozg'ir hamkorlashish, shuni bilan birlikda texnika va harbiy kuch jihatda raqobatlashishdan iborat shunday sifatlar bilan xarakterlandi deb qarasak, menimcha toza xatolashgan temadan chetnab ketgan bo'lmaymiz. Endi bizning shu Uyg'urlarningki masalasi to'g'risida bir yana to'xtalg'im kelib qoldi. Tunugundan buyon xabarlarda chiqib turyapti. Idris biz qayrindishimiz Turkiyadan erkin bir davlatlarga ketmoqchi bo'lib, Marokashga borsa, Casablanca degan yerda Marokashningki saqchilari bu kishini bu balani tutib olgan gap. Marokash Morokko hukumati Xitoyningki Uyg'urlarni besh ishlarda Pokistonga o'xshash, Eronga o'xshash, Suriyaga o'xshash, Misrga o'xshash Xitoyni qo'llab yoki ayblab maydon tutgan bir davlat emas, mo'tadil turgan bir davlat edi. Bu kishini, bu Idris ismli bu Uyg'ur qarindoshimizni bu saqchilarning tutilishi haqiqatan Xitoyningki qor qo'lining dunyoga so'zilganligini ham shunaqla musulmon davlatlarininki mushu bo'layotgan ishlarni ko'rib turibmi, Uyg'urlarning beshi kelayotgan bir kunlarni bilib turibmi, bir esdashlik qilishning o'rniga, qo'yniga ilishning o'rniga ularga Xitoyga yantiyoq bo'lishi odamni haqiqatan afsuslantirdi. Balkim qarindoshlarningki kuch chiqarishi bilan adolatni so'ydigan, tinchlikni so'ydigan, zulmga sukut qilmaydigan kishilarning qo'llashi bilan Idris qarindishimiz erkinlikka chiqqisi. Demek bu İdris'e o'xshash nurg'un kishilarimizningki hikoyalari bo'lishi mumkin. Demak, bizning bir yalada bir muqim, qo'yni kang, bir odamlar haliqi har xil madaniyatlar bir hurmatlanadigan, shunday bir erkak jamiyatga ko'chmagicha qaragan chog'da bizningki Uyg'urlarimizning u yerda yashayotgan Uyg'urlarimizningki yuragi siqilib yashaydigan o'xshaydi. Mushu munosabat bilan men bu yil 3-oyda Floridaningki 22-rayonidan saylangan Demokratlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi, bu kishining ismini burun degandim, Theodor Dutch ismli bu kishi. Bu kishining asli ati bo'lsa Yahudi kishi ekan. Bu kishi 3-oyning 8-kuni, bu yil 3-oyning 8-kuni Uyg'ur kishilik huquqini qo'llash loyihasini Amerika parlamentiga sungan. Bu loyiha 2 oydan keyin 5-oyning 18-kuni Amerika parlamentining qarmog'idagi ko'chmanlar va fuqarolik komitetiga yo'llanadi. Hozirga qadar 23 parlament a'zosi, 2 partiyadan 23 partiya a'zosi buni qo'llabdi. Bir loyihaning qonuniga aylanish jarayoni oldi bilan bir parlament a'zosi bir loyihani o'tirib qo'yish kerak, uni qo'llovchilar bo'lish kerak, undan bir
ovoz qo'yilishi kerak. 435 Avam palatasining ichidagi 435 a'zoning ichida 218 kishi, 218 dan ortiq kishi buni qo'llasa, undan bu o'tadigan gap. O'tganda Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi mushundaq shaklda ilib berilgan 1,5 yildan keyin bu ma'qullangan. Ya'ni loyiha qonunga aylangan. Endi mushu loyihaning qonunga aylanishi bu nihoyat muhim. Mushu loyiha qonunga aylangan vaqtda bu yerda tanqislik qilgan yurek siqilib yashayotgan qarindoshlarimizninki Amerikaga kelib o'rinlashishi, jamoatlarga qatnashishi, bolalarni yaxshi o'qitishi, buningga bir imkoniyatlar chiqib ichiladi. Demak, mushu ishda xuddi Uyg'ur qonun loyihasininki qo'lni amalga loyihaning qonunga aylanishida kuch chiqargan qarindoshlarning, bu Amerikada yashayotgan qarindoshlarning yana bir qatim safarbarlikka kelib, harakatga o'tib, o'zlari turishliq rayonlardagi parlament a'zolariga xat yozish orqali, ular bilan so'zlashish orqali, ular bilan ko'rishish orqali mush qonun loyihasini, mush loyihani ovoz qo'shishni qo'lga keltirishimiz kerak deb men o'ylayman. Shunga mushunga hammayada ko'pchilik kuch saq. Shu Uyg'ur qonun loyihasining ma'qullanishida kuch chiqargan qarindoshlarning yana bir qatim yuqori qizg'inlik bilan, aktivlik bilan mushu HR, ya'ni House of Representatives 1630 deydi. Mana mushu loyihaninki qonunga aylanishda ko'pchilikninki kuch chiqarishini tavsiya qilaman. Shunday bo'lgan vaqtda bizningki besha kun tushgan qarindoshlarimiz, yoshlarimiz bu yerga keladi. Bu yerda hayotmi raqobat, lekin bu yerda hammadan o'zining ishi bilan Amerikaning o'zgacha madaniyati nima desa, bir madaniyati hammadan o'zining madaniyati bilan o'zi bo'lib yashay oladigan shunaqa bir madaniyat bor. Hech kim birisining kiyinishi bilan, birisining namoz o'qishi bilan, bizning soqol qo'yish, qo'ymaslik bilan, qanday kiyish, kiymaslik bilan kar yo'q bu yerda. Tirishsa, o'qisa, yangi texnikalarni o'rgansa, kuni yaxshi bo'ladi. Bizning qarindoshlarimizning ichida bizning Uyg'urlarimiz ochgan maktablarda o'qib, IT o'qib, kunlarini yaxshi qilyapti yoshlarimiz. Ya'ni real dunyoninki iqimlarini tushunyapti degan gap. Shu bo'yicha nimani qilish to'g'ri bo'lganligini bilib, shu tanlashlarni qilib, ishini yaxshi qilyapti. Bo'pmi shu loyiha qonunga aylanib qolsa, bu shu Uyg'urlarni ko'plab Amerikaga ko'chmanlik qabul qiladigan, yashash imkoniyatlarini yaratib beradigan bir qonun bo'ladi. Buningda albatta jiddiy o'ziningki turum holati qiyinchilikda qolgan qarindoshlar emas, shular emas, hammadan muhim yana yaxshi o'qigan, qobiliyati bor, har qaysi meditsinada bo'lsin, yoki texnikada bo'lsin, kompyuter sohasida bo'lsin, injenerlikda bo'lsin, matematikada bo'lsin, mush kasblarda o'qigan qarindoshlarimizningki bu yerlarga kelishi, yerilishi va o'zining turmushini yaxshi qilib, yaxshi ishlarni qilishga imkon yarataligidak bo'lishi amalga oshadi. Shuni men qarindoshlarningki mushu loyihani, ya'ni HR 1630 degan loyihani davomli qo'llashini, mushunga ovoz elishini tavsiya qilaman. Hamda endi mushu kanalimda bir qism savollar tushibdi ekan. Masalan, paychik to'g'risida biraylan yozibdi bir qarindoshimiz. Mush paychik vaksina tufaylidan nima? Mush vabo tufaylidan masalan mablag' 100% kemayib ketdi. Mushu hozir kemayib ketish keyingi paydan derak beramdi deb. Paychiki bozorda nurg'un paychiki savdo bilan shug'ullanib bergan Warren Buffett, Peter Lynch o'xshash nurg'un odamlarning har xil gaplari bor. Ya'ni nima deydi desa bular? Masalan, Warren Buffettning bunday gaplari bor. Paychiki bozorda ikki mezon bor, sen amal qiladigan. Birinchisi pulni yo'qotma. Ikkinchisi birinchi mezon pulni yo'qotma. Ikkinchi mezon birinchi mezonga cho'qim amal qil, uni unutma deydi. Pul yo'qotmaslik uchun qanday qilish kerak? Endi bu Peter Lynchning gapi bor. Ya'ni paychiki bozorda muvaffaqiyat qozonman desang, muvaffaqiyat qozonishni 100% desang, buningki 30% iqtisodiy uchurlar, sonliq ma'lumotlarni analiz qilishni bilishing kerak. 30% xatarni yaxshi analiz qilishni bilishing kerak. Ya'ni xatarni kontrol qilishing kerak. 30% kayfiyatni kontrol qilishni bilishing kerak. 10% talay deydi. Ya'ni bu yerda azroq tasodiflik bor demakchi. Xo'sh,
Şunun bilan birlikte Warren Buffett'ning bir gapi bor. Ya'ni pay chekib bozori bu shundoq bir bozorki, savrsiz odam pulini savrlik odamga utirib qo'ydigan deb. Mushu so'zlarning tegi yetsak, ma'lum narsalarni his qilish mumkin. Ya'ni av qarinishimizga deydiganim, sizning tatqiningiz, tatqan ziyoningiz shu siz payini setib olgan shirkatlar vayron bo'lib ketmagan sharoit ostida o haqiqiy ziyon emas. O qog'oz yuzidagi ziyon. Siz olgan payingizni setib etmasangiz, masalan deylik, siz bir shirkatning payini masalan indeks fondlarini olmagan bo'lsangiz, faqatlam birlam payini olgan bo'lsangiz deylik, $10 olgan bo'lsangiz, 1000 olgan bo'lsangiz, $10,000 Endi o mush vabalarning ta'siridan bu paylar $5 tushib ketdi desak, shu sizningki 1000 payingiz ya'ni bor. Ammo hisob shu kuni satsangiz $5 tushib ketgan chaqda siz $5000 ziyon tatgan bo'lsiz. Lekin satmasangiz turdi. Ma'lum mazgil o'tgandan keyin 3 oydan keyin yo 6 oydan keyin yo 1 oydan keyin shular o'sab keladi ekan. Mening beshimda shunday shutdi yaqinlar. Bir pay olsam shunda tushib ketgan, saqlab edim, 20 yil saqlasam, menga paylik o'sibdi. Demak, savrchan bo'lish kerak. Satmasangiz, ash payingizni satmasangiz ziyon tatmaysiz. Ammo savrsizlikdan setib o'tib qolsangiz, yana tushib ketgan o'xshaydi deb. U chaqda ziyon tatasiz. Agar u shirkat vayron bo'lib ketib qolgan bo'lsa, bankrupt deydi. U chaqda hammadan quruq qolasiz. Shunlashqa shu qanday shirkatning payi bu, qaysi sohadagi pay buni bilish kerak albatta. Anadan keyin shu meditsina paylarida umumyuzlik bir o'sish bo'layotdi. Men ko'pchilik shu Pfizerning paylari, biotexniklik shirkatlarning paylarini olib qo'ysanglar, masalan bir biopharmaceutical company vakantiq $1 tövan. Shuni olib qo'yib beqinglar. Shu balkim bir ajlikin shu necha qatlishi mumkin. ALNA pay chekining belgisi aşna simbol ALNA Allen Pharmaceutical go deyman aşna ALNA. Mushuni bir ep qo'yinglar. Hozir $1 tövan bak qimmat payni elib olmay. Dastlabda men buni bu pay cheketga ahvollarni shunga o'xshatman, kichik bolaning jugagini o'xshash. Dastlabda qo'poplar o'rnidan kichik turiblam jugurayman desadan paloq bu vaqt balımı yıkılıp gidiyordu. Asasda tatillab, ömülab, kiçikin jugurab beqib, anandan keyin mangsa nisbatan puxtu mengishni puxtu günü shunga o'xshash pay chekdim, bak yuqorga eslolmay, voy men bitcoin $60,000 olsam $30,000 tushib ketdi, $30,000 ziyon tatdim. Voy Allah kalla deb boshini tutib o'tamay. Ba'zilar menga qo'pab, voy aka bu siz Dogecoin'ni bak degantingiz olsam tushib ketdi-ku deb. Lekin Dogecoin'ni shu tushib ketdi-ku degan kishilar Dogecoin o'sgan chaqda satmagan, yana o'sdi deb. Shunga mening tashabbusim bu shipirliq polo yo bu nimada paychek bozorlarida ma'lum xatar bor, ammo o'zimizningki ziyonga bardoshlik berishimizni o'lcharishimiz kerak. Ya'ni yalkimiz qanchalik narsani ko'tara oladi, shunga qarashimiz kerak. Anadan keyin yana bir tushgan bir savol, bir necha oy burun Muhammad Arkin ismli bir qiyinishimiz tushibdi ekan. Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida pul urush yuz berdimi yoki shu Xitoy bilan Amerika hukumati Xitoy hukumatini o'zining pulini kontrol qilish deb aybladimi deb. Men javob berman deb javob bermabdi ekanman. Hozir bundan javob berib qo'yay. Amerikaning tarixida 92-yili 94-yil bo'lgan aralıqda Amerika hukumati Xitoyni shunday deb bir ya'ni o'zining pulini sen kontrol qilib olding deb, currency manipulator bu deganlik shu o'zining pulini sun'iy holda azon qilish. Bunday bo'lgan vaqtda uning puli Amerika dollariga sechib turgan vaqtda Amerikaliklarga nisbatan uning puli azon to'xtaydi. Shunday bo'lganda Xitoydan nurg'un malni Amerikaliklar olgan gap. Bu vaqtda Xitoyning eksporti payda, ammo Amerikaning eksporti ziyon. Nimishqa? Bu chaqda Amerikaningki bu ikki pul o'tirishga nisbatan emasmi? Amerikaning puli ularga nisbatan Xitoylarga nisbatan qimmat to'xtaganligi uchun ular Amerikaning belini jiq olmaydi. Amerikaning eksporti ziyon. Eksporti, ya'ni mahsulot
eksport qilgan mahsulotni ishlab chiqarish va qayta ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin bu ishsizlikqa ham ta'sir ko'rsatdi. Andan keyin 2019-yili ayni vaqtdagi 2019-yili qanchinchi oydiki, 5-oymiki Amerikaninki say nimasiga Maliya G'azina ministrligi yilda 2 qitim davlatlarninki shu tashqi perevod siyosatini kuzatdi-ku. Kuzatib, aniki madavlat bizningki puliga nisbatan aytgan vaqtda boshqarib oldi. Bozorda shu pullarning o'zaro erkin ilib setilishiga nisbatan aralashdi. Erkin bozor prinsipiga, erkin savdo prinsipiga xilof deb qarab, shunday ayblab qo'ydigan bir ishlar bor. Ya'ni tashqi savdoda bular qulluq qilib paydan ketib qolyotdi degandek shunday bir ishlar endi bu. Shu 2019-yil Steven Mnuchin shu Trumpningki G'azina ministri shu joyda Amerikani Xitoyni o'zining pulini kontrol qilib oldi deb ayblagan. Shu chaqcha Xitoy bilan Amerikaning pulining o'tirisiga nisbati $1 bilan 7 yuan 7 nechti. Ani e'lon qilgandan keyin Xitoylar uni azroq tushadi, ya'ni 7 dan tushib ketdi. 6da 5, 6da 4. Albatta keyin savdo urushi bo'ldi. Xitoyning mollari Amerikalikqa nisbatan qimmat to'xtab ketdi, chunki savdo urushi, savdo bejini olamiz degandan keyin-chi. Buna olganda Xitoyga nisbatan aytgan vaqtda o'zining pulini pulga nisbatan texnik aralashish, o'ziningki pulini texnik arzon qilish iborat shunday ehtiyoj tushdi. Amerikada qanday qildi desa, Amerikada bu Markaziy bank Fed deb qo'yamiz, Federal Reserve. Shu o'sim nisbatini oshirish yoki tushirish orqali bu masalani hal qiladi. O'sim nisbatini oshirish orqali. Masalan, o'sim nisbatini oshirgan vaqtda obrat aylangan pul qisiladi. Nurg'un odam birisi qazilish tasirladi, chunki qazilishning o'simning nisbati yuqori bo'lganligi uchun. Anadan keyin yana birisi chet eldan Amerikaga pul yig'ib kirdi. Yana mushaga invest qilsak, mablag' qilib satsak, ko'p pul qaytib keladi deb. Amerika ashunda usullarni bozorning kuchi, market force deydi, bozorning kuchi orqali ashunda tangshaydi. Ya'ni pullar bilan pullar o'tirishga munosabatni. Ammo Xitoyda desa, hukumat bevosita aralashadi. Odatda dollar bilan xalq bilan o'tirishdagi kundalik o'zgarish 1% dan tuvan bo'lishi kerak. Ammo Xitoy ba'zida uni necha % qiladi. Nima desa, yoki bo'lmasa nurg'un dollarni setib chiqarib, yoki bo'lmasa nurg'un dollarni tashqi perevodni setib olib o'chadi, qog'oz pulni chiqarib o'tadi. Shu o'zining pulini arzon qilish uchun. Chunki bozorda nima ko'p bo'lsa, shuning kursi tushadigan gap. Unda bo'lsa, bugungi leksiya Moshiyada tamom bo'lsin. Hammanglarga rahmat.